Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshler. Qutmanda kuningizlar bilan. Bu chiqarilishda biz sizlarga Soquluq bozorindagi godomallarning, uylarning бағаларын chaqildiramiz. Kelingizlar. Uchurda biz Жылқылар tarafdan başladık. Kun batış tarafında, uylarning kun batış tarafında mana KAMAZlarning janidan başlayız. Bir chetdan ko'rsatib, sağın uylarni ko'rsatib, ondan keyin sütemlik torpaqlarni charba torpaqlarni ko'rsatamiz. Qarangizlar, buni uydan boshlaymiz, torpaqni uydan. Qunajim bu? Balasa bu urg'achi. Ko'gona qancha so'radasiz? 125. Sütni qancha o'ratgan? 11-12. Yaxshi. No bo'z uy turadi. Bo'z uyda so'raying. Qancha oylik bo'z bu aka bu? 2 jumada to'ydi. Qancha so'radasiz buga? 140. 140. Bu qunajin qancha? 120 ming. Bu bo'za birinchi to'p. Yaxshi. 120 ming so'm so'raydi. So'ray bering. Sizning torpaq to'yichi? 120. 120 torpaq. Erkak-a torpaq? Urg'achi. Erkak smol buni. So'yuk torpaq ekan. Oho, jash uy ekan. Sütü qancha berib qoldin? 12-13. 12-13. Tak. Sizniki taqsir. Bo'z bu? 105. Torpog'im ham bu yoqda turadi torpog'. Erkakmi? Urg'achi torpog'i bilan 105 ming so'm so'raydi. Shuluga. Buni balasi 4. 4-chi balasi ekan. 15 litr. Yo'q, jelinderi cho'ng ekan. Taqsir siznikicha 3 uyda qarmoq olsiz. Torpog'i bilan. No torpoq buni o'rtada qo'ydin-a? 100 ming. 100 ming. Nima qo'ychi? 100 ming bo'z, 6 oy. 100 ming bo'z, 6 oy. Bu qara o'yingiz jashiroq o'xshaydi-a? 3 oy bo'z. 3 oylik bo'z. 110 ming. Ko'p turadi. So'qda soda juryotadi o'xshaydi-a? Taqsir siznikicha toqol uy. 60 surotasi. Yaxshi. O'tib ketay. Tak, sizlik qunajin qancha? Bo'z bu. Qancha oylik? 6 oy 85 ming jeli. Tak, bu bozor. Bu so'yuqni qunajinga qancha so'radingiz? 85 so'radim. 85 ha? Targ'il qunajinchi? 90. 110. Bu 110. Bu bo'z bu. Bu birde tug'an. Ular birinchi tug'uch ekan. Bu 110 ming so'm. Bunaqa muzoqli uy turadi. Qancha so'radingiz bu? 105 ming so'm. Bu Soquluq mal bozori, uy bozori. Nima aytdim men? Aradan tanlab ko'rsataydi, barini ko'rsatayotganga vaqt o'ta ko'p ketadi. Tak. Buni sodolda taqsirda. 105 otasi. Torpog'i menena. Buni. Buni qancha bolasi? 3-chi bolasi ekan. Siz cho'ng uyda qancha dedingiz taqsir? 120 deng. So'yuq uy ekan. No yenesi nima otata? Buni qancha so'radingiz siz? 95 ming so'm. Jangut bu da? 126 oldu. 126. Qunajin. Birinchi bolasi bu? Birinchi. Yaxshi. Birinchi bolasi. Taqsir sizcha qancha so'radingiz torpog'i bilan? 145. 145 ming so'm. Bo'la turgani. Ikkinchi to'p. Bo'ladi. Tak. Buni olacaqda mana. Buni aloy so'raychi. Bo'z o'xshaydi. Bu qancha oylik bo'z? Bo'z emas, muzoz. Muzoz menam bu. Buni o'tirpoq-a? 120. Buna cho'rna po'straqni jel. Süt qancha o'ratgan? 18 litr o'ratgan, ha? Qancha so'radingiz buga? 95 ming so'm. Bu to'qolgacha? 100 ming so'm. Qunajinmi bu? 100 ming so'm so'raydi bu. Bu taqsir. Bu qunajinchi taqsir qancha? 70.
70. Bu torpaq uchun qo'y. To'qol qaraç. 90 ming so'm. Bo'z o'xshaydi, ha? To'qol 90 ming so'm deydi. Bu no söktü uy. Bu qancha? Taqsir. 110, ha? Yaxshi. Og'uyingizchi? 80. 80. Yaxshi. Balasi bormi? 1 ay bo'ldi tug'andan Ko'nteng tug'andan 1 ay bo'ldi. Hava. Kunjeles degan. Men bilmayman. Oy. Xunajinga qancha so'radingiz taqsir? 75 ming so'm. Menem chaqan buqachalar tarafqa kele jatamın. Bu yoqda yosh xunajinlar bor. Shular so'rab o'taman. Sa'ni uylarni birdan ko'rsatib. Qancha bu? 55 ming so'm. Qara xunajin. Yaxshi. O'tib kiyib kelbesengizlar bo'lmaydi bu yerga. Buna charba torpoqlar turadi baqqanga. Qancha taqsir bular? 43 dan so'ratasiz ba? Bularda-ku? Bular 45. Mo'g'u Geraford bu. Yaxshi, mo' chernab o'stira buqa. Bog'astar. Qozog'istonmi? Altır bağaslar 45 ming so'mdan so'raydi. Jalan ular. Urg'ash 45 dan deydi buni o'g'lardir. 45 dan deydi. Qanchadan so'ratasizlar? 40-42 mingdan deydi. Buni o'g'larda olgan o'xshaydi, zo'r uylar ekan. Öt ketdim taqdir. Bu satıldı, satılmay qoldi. Tak, no'lardan so'rayinchi. Qanchadan so'radingiz bularni? 37-36. Yaxshi. Erkek ha? Erkek ekan. Siznikichi taqsir? 55. Buqalar. 1 yoshga jetmagan. Oy. Ne ko'rdingizlar? Uqdingizlar buni. Mo'may torpoqlarni qarangizlar, kishni et turek. Qancha so'radingiz taqsir? 45. Siznikichi? 42 ming so'm deydi. Men azmi olacaqda sütemlik torpoqlarni ko'rsataman. Nazar salingizlar. Bu yoq azimdan chaqan buqachalar taraf. Buni urg'ashlar qancha oldi ekan? Qancha so'radingiz urg'achiga? 48. Kelishgan ekan ha buqasi mal. Bu buqachi 40. Erkek ekan ha? 40 ming so'm deydi. Bu charba torpoqlar qanchadan? 30-90 beramiz. 39 dan beramiz. Eki bosh sizniki? Eki bosh, ha. No eko ekan ha? Oga soda ketib o'tadi. Siz qanchadan so'radingiz? O maqsadni nomerini topdim. 34 ming so'm. Kunjelesdi. Oho, no semizrek torpoq ekan ha? Qancha so'radingiz buga? 48 ming so'm. Bag'ilganmi? Bag'ilganmi? 5 ay. Kunjelesdi. Tak. Buni yaxshi torpoqlarni sodalashib o'tadi. Qanchadan so'radingiz? 42 dan so'radi. Mendele qo'shib tardi. Qo'ying, ko'rbaylar qo'ysin sizda. 42 dan deydi. Ma'qul. Oldingizmi? Qanchaga oldingiz? Qora torpoq 32 ming so'mga olinibdi. Urg'achi o'ja? Urg'achi ekan. Yaxshi ketdi. Qanchadan oldingiz bularni? Qanchadan? 45 ming so'mdan buna. 3 torpoqni olib turib. Sizchi? Oldingizmi? Qanchaga oldingiz buni? 65. Buni urg'achi uy 65 ming so'mga olinibdi. Yaxshi. Tak, buni buqalarmi? 45 deydi. 45 buqalar. Sizning buqachimi ekan? Urg'achi torpoqmi? 5. Qanchani sotib yurdingiz? Birovni satdingiz, birovi qoldi. Yaxshi, mana yosh torpoqlar joyga kelib qoldim. Yo'lni bo'shatayın. Qancha buqa aka? 32 ming so'm. No, ala torpoqlar turadi. Urg'achi torpoqlar. Bu torpoqlar qancha aka urg'achi torpoqlar? 33 mingdan. Shuna bog'ish kerak ekan-da.
Ол жақта красивый торпақтар тұрады. Қанша бұқа бәке? Сіздікі бе? Сұлу торпақ екен. Герафорд бұл? Симментал дейді. Бұлар ұрғачу еркек бе? Қаншадан бұлар? 28 сом. Еркек торпақтар қымбатырақ. Сіздік іші бәке? 15 мүнге. Ойыңе, арзан айт отасыз? 15 мың сом сұрайды сүттен бұл торпақтар. Жақшы. Бұны күрең торпақ қанша? 25. 25. Еркек екен бұл, еркек. Сода қату кетеді. Бұл жаққа бұрылайын. Так, мұны торпақтар жақсы екен. Қаншадан бұлар? 30-32-ден. Ұрғачычы? 32. Чоң екен ашылар. Ол жақта тоғықтар жемдер сатылады. Так. Бұл жерде дағы жаш торпақтар көрдіңіздер, қатар тізіліп. Бұларды енесінен бөлетті ойлауыңыздар, сүтменен бұға түйді. Сіздік қанша бәке? 23 дейді. Еркек? Еркек екен, жаш екен, сіздік іші тақсыр? 18. Ұрғач торпақтар. Чоң ойып қоған торпақ екен біраз. Қанша сіздік тақсыр? 25. Сүт, үйде табақмен берес сүтті? Sütten önce çık kaldı. Sütten çığı kaldı. Çakamayın çık. Çakamenet. Мынау торпақтар бүт чақамен жетті, үйге апарып үйді сайыстар, чақаға үй көрсеңіздер, емет. Красивый торпақтар қаншадан болды тақсыр? 27. 27. Ұрғачу еркек? Еркек торпақтар. Тақсыр сіздікіче? 23, 25. 25-23. Еркек торпақтар екен. Чақамен жетті сүтті? Жақшы. Так, мәйтті сұлу торпақтар тұрады мына. Еркек екен, қанша күндік бұл? 3 gün. Бұл 5, бұл 3 күн. Қаншадан сұрадыңыз бұл? 28'den. 8'den sıra. Мынау қара торпақ зор екен, мойындарын көрдіңіздер. Zor. 3 күндік торпақтар екен. Сіздің ұрғач торпақтарыңыз ше? Yalar 21'den. 21'den дейді, олар 20'дан екен. Чақаменен бересіз та сүтті бұл? Көпшілігі комментарийға енесінен бөліп сатасыңар, уал деп сөйлейді. Енесінен бөліп тұрып, енесін сауып тұрып, чақаға сүтті құяды, ошадан ичет бұлар. Осындай. Бұл тоғық базар жаққа келдік туғандар. Біз видеоны жиынтықтаймыз. Саламатта қалыңыздар. Біздің канал қатталықтар қатталып, видеоды жақындарыңыздармен бөлісіп тұрыңыздар. Саламатта қалыңыздар.